Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan birinchi skrining tekshiruvi haqida gaplashib o'tamiz. 13 haftalik homila, homilaning peshona qismi, bu burun suyagi, yuqori pastki jag'i. Bu yerda yuqori pastki jag'ini qimirlatgan jarayonni ko'rib qoldik. Ya'ni 2 marta homila jag'larni qimirlatdi. Homilani yuz ko'rinishida muammo ko'rmadik. Qo'shimcha ravishda homilani qo'l barmoqlarini sanaganmiz. Buni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Ko'rishimiz mumkin. Homilani qo'l barmoqlarini ko'rganmiz. Bu 4 ta barmog'i. Yuz qismi. Homilani yuz qismida muammo ko'rmaganmiz. Asosiy e'tiborimiz qo'l barmoqlari. Ya'ni homilaning qo'l barmoqlari 5 taligiga amin bo'ldik. Mana ko'rishimiz mumkin, bu bosh barmog'i 4 ta barmog'i. Ya'ni homilani qo'l barmoqlarida muammo ko'rmadik. Homilani jinsini ham ko'rib o'tib ketganman. Buni sizlarga ko'rsataman. Hop, ko'rishimiz mumkin. Homilani bu son suyagi, bu ikkinchi son suyagi, bu chanoq qismi, bu homilaning jinsi, ya'ni jinsi o'g'il bola. Ko'rishimiz mumkin, homilani bu jinsi, ya'ni jinsini o'g'il bola deganmiz. Bu homila endi 18 haftalik ikkinchi skriningda jinsini tasdiqlash maqsadida ikkinchi skriningda ham keladilar. Xudo xohlasa ikkinchi skriningda buni tasdiqlaymiz va 100% ishonch hosil qiladilar. Ya'ni homilani ba'zi bir paytlarda homila jinsi adashilishi mumkin 12-13 haftalikda. Shuning uchun 18 haftalikda yana ham aniqlash maqsadida ko'rib qo'yiladi. Bu paytda homilaning moyaklari ham shakllangan bo'ladi. 100% ishonch hosil qilish mumkin. Birinchi skriningda ko'proq taxmin qilinadi, ya'ni 13 haftalik, 12 haftaliklarda ko'proq aniq chiqadi, lekin ba'zi bir holatlarda adashilishi mumkin. Shuning uchun albatta birinchi skriningda o'g'il yoki qiz deyilsa, albatta bir oydan keyin yana ko'rib tasdiqlab olish kerak. Bu homilada hamma narsa yaxshi chiqdi. Homilaning yuz profili, qo'l oyoqlari, suyak sistemasi hammasi yaxshi chiqdi. Bemorga rasmlar bilan chiqarib berganmiz. Bemor juda ham xursand bo'ldilar.